Dunyoda Alloh ko'rsatib qo'ygan to'g'ri yo'l bor. Va oxiratda do'zaxning ustida qo'yiladigan ko'prik yo'li bor. Har bir inson bu ko'prikdan yuradi. Ko'prikning ikki chetida ilgaklar bor va bu ilgaklarga muayyan insonlarni yurib olishga buyurilgan. Bu ko'prikning ustidan kimdir yashin tezligida, kimdir ko'z ochib yumguncha, kimdir shamol tezligida o'tadi. Ba'zilar esa yugurib, ba'zilar yurib, ba'zilar sudralib o'tadi. Ayrim insonlarni ilgak ilib olib do'zaxga otadi. Ba'zi insonlarni esa ilgak tirnab oladi. Albatta solih insonlar uchun ko'prik keng bo'ladi. Demak, Allohning kitobiga amal qilishga chaqirilganda, kim ijobat qilsa, Alloh uni hidoyat qiladi va unga dunyoda ham, oxiratda ham behisob ajr savoblar ato etadi. Va solihlar qatorida qiladi. Jamiyat hech qachon razilliklardan, fahsh buzuqliklardan, gunoh masiyatlardan salomat bo'lmaydi. Hatto insonlarning qalbida va'z nasihatchi hozir u nozir bo'lmasa, bu nasihat qiluvchi gunohlardan to'suvchi taqvodir. Mana shu hadis bilan qalbni isloh qilish mavzusidagi hadislarimiz tugadi. Alloh taolo bu suhbatlarimizni barchamiz uchun manfaatli qilsin. Navvos ibn Sam'un Ansori radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh taolo bir misol keltirdi. Katta to'g'ri yo'l bor. Yo'lning ikki chetida devor bo'lib, unda eshiklar bor. Ya'ni uzun to'g'ri yo'l, uning ikki cheti ham devor bilan o'ralgan. E'tibor beringlar. Bu hadisni chuqur fikr qilish kerak. Katta to'g'ri yo'l, yo'lning ikki chetida devor bo'lib, unda eshiklar bor. Eshiklarga parda osib qo'yilgan. Ya'ni eshikning o'zi ochiq, lekin eshiklarga parda tutib qo'yilgan. Yo'lning boshida bir chorlovchi turib, "Ey odamlar, barchangiz bu yo'ldan to'g'ri yuringlar. Chapga, o'ngga og'ib ketmanglar" deb aytib turibdi. Yo'lning tepasida ham bir jarchi bor. Ya'ni yo'lning boshida bitta gapirib turuvchi, yo'lning tepasida yana bitta gapirib turuvchi bor. Agar yo'lovchilardan birortasi eshiklarga osib qo'yilgan pardani ochmoqchi bo'lsa, yo'lning tepasidagi jarchi xitob qilib: "Ey holingga voy bo'lgur, pardani ochma. Agar pardani ochsang, kirib ketasan. Ey holingga voy bo'lgur, pardani ochma. Agar pardani ochsang, kirib ketasan." Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam bu zarbul masalni izohlab dedilar: To'g'ri yo'l bu islom dini. Yo'l chetidagi ikki devor Allohning chegaralari, ochib qo'yilgan eshiklar esa Alloh harom qilgan narsalardir. To'g'ri yo'l islom. Devorlar Alloh belgilab qo'ygan chegaralar. Alloh belgilab qo'ygan chegarani buzish mumkin emas. Ochiq eshiklar esa Alloh harom qilgan narsalardir. Zino, ribo, o'g'rilik, poraxo'rlik, haromga qarash, g'iybat va hokazo. Yo'lning boshidagi chorlovchi Allohning kitobi Qur'ondir. Yo'lning tepasidagi jarchi esa har bir musulmonning qalbida Alloh tomonidan bo'lgan va'z nasihatchidir. Ya'ni kim chegarani buzmoqchi bo'lsa, uning qalbidagi eslatuvchi darhol ogohlantiradi. Hadisning mana shu oxirgi jumlalari qalb mavzusiga bevosita bog'liq. Demak, har bir insonning qalbida Alloh tomonidan bo'lgan bir va'z nasihatchi bordir. Bu hadisni Imom Ahmad va Termiziy rivoyat qilganlar va hasan maqbul hadis deb aytganlar va Nasoiy, Tahoviy va boshqalar ham rivoyat qilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga bu hadisda Alloh tomonidan bo'lgan misolni bayon qilib berganlar. Odamlar bu misolni fikr qilib, o'zlari uchun xulosa chiqarsinlar. Bunga e'tiborli bo'lib, hayotlarini o'nglasinlar. Alloh taolo Qur'onda ham odamlar fikr qilishlari uchun bir qancha misollarni zikr qilgan. Alloh taolo aytadi: "Ushbu misollarni odamlar aql ishlatib ibrat olishlari uchun ayturmiz, lekin ko'pchilik aql ishlatmaydi. Faqat Allohni tanigan, bu dunyoning oqibatini bilgan ilmlilargina anglaydilar." Boshqa oyatda biz bu misollarni odamlar uchun keltirdik, shoyat tafakkur qilsalar. Yuqoridagi hadisning sharhida Ibn Qayyim rahimahulloh aytganlar:
Oqil inson bunday misollarning muhimligini bilib, chuqur tafakkur qilishi lozim. Keyin o'zini holatiga nazar solib, o'ylasin, bu misoldan qanchalik ibratlangan. Hofiz ibn Rajab aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'g'ri yo'lni islomga misol qildilar. To'g'ri yo'ldan yurish oson, yengil bo'lganidek, islom dini ham oson. Odamlar uchun yengillikdir. Inson to'g'ri yo'ldan yursa, hech adashmay manzilga yetib oladi. Islom ham shunday. Alloh roziligi uchun xolis amal qilgan insonlar hech adashmay Allohning roziligiga, jannatga yetib oladilar. Ikki devorlar Alloh belgilab qo'ygan hududlarga misol qilindi. Aslida yo'lning ikki chetidagi devor odamlar chetlab ketishidan to'sib turadi. Islom dini ham shunday. Allohning hududlarini buzishdan musulmonlarni man qiladi. Alloh belgilab qo'ygan chegaraning ortida faqat Alloh qaytargan ishlar bor. Chegara ortida ruxsat berilgan biror narsa yo'qdir. Sahih Buxoriy va Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. Jahannam ustida sirot ko'prik qo'yiladi. Undan birinchi bo'lib men va mening ummatim o'tamiz deyilgan. Hofiz ibn Rajab rahimahulloh aytadilar: Kimki bu dunyoda to'g'ri yo'ldan chiqib, yo'lning ikki tomonidagi pardalardan birortasini ochib, oqibatda o'sha eshikka kirgan bo'lsa, sirot ko'prigidan o'tayotganida ilgaklar uni ilib oladi. Qaranglar, Ibn Rajab ikkita hadisni bir-biriga bog'lab sharhlaganlar. Ya'ni dunyoda Alloh ko'rsatib qo'ygan to'g'ri yo'l bor va oxiratda do'zaxning ustida qo'yiladigan ko'prik yo'li bor. Har bir inson bu ko'prikdan yuradi. Ko'prikning ikki chetida ilgaklar bor va bu ilgaklarga muayyan insonlarni yulib olishga buyurilgan. Bu ilgaklar ba'zi insonlarni yulib olib do'zaxga uloqtiradi. Ayrim insonlarni esa faqat tirnab oladi. Bu ko'prikning ustidan kimdir yashin tezligida, kimdir ko'z ochib yumguncha, kimdir shamol tezligida o'tadi. Ba'zilar esa yugurib, ba'zilar yurib, ba'zilar sudralib o'tadi. Ayrim insonlarni ilgak ilib olib do'zaxga otadi. Ba'zi insonlarni esa ilgak tirnab oladi. Umumiy aytganda, ko'prik ustidan o'tuvchilar 3 qism bo'ladi. Ko'prikdan salomat o'tib ketadiganlar, tirnalib o'tadiganlar, ko'prikdan o'tolmay jahannamga qulaydiganlar. 3 ta toifaning ko'prikdagi holati amallariga yarasha bo'ladi. Xuddi shuningdek, ko'prikdan tez o'tish ham amallariga yarasha bo'ladi. Alloh barchamizga najot berishni so'raymiz. Albatta bu ko'prikdan o'tish juda dahshatli. Shuning uchun payg'ambarlar faqat Allohim salomat qil deb aytadilar. Bundan boshqa gap aytmaydilar. Ibn Rajab bu ikki hadisni bir-biriga bog'lab sharhlaganlar. Kimki bu dunyoda to'g'ri yo'ldan chiqsa va yo'lning ikki tomonidagi pardalardan birortasini ochib, oqibatda o'sha eshikka kirgan bo'lsa, u jahannam ustidagi ko'prikdan o'tayotganida ilgaklar uni ilib oladi. Albatta, bu yerda maqsad tavba qilmaganlar. Ammo kim tavba qilib, solih amallarini ko'paytirgan bo'lsa, albatta Alloh tavbalarini qabul qiluvchi zot. Kimki bu dunyoda Allohning to'g'ri yo'lidan og'masdan, to'g'ri yo'lda sabr qilsa, nafs havosiga ergashmasa, yo'l chetidagi pardalarni ochmasa, chapga, o'ngga og'masdan Allohning huzuriga borguncha to'g'ri yo'ldan yursa, bu inson uchun oxiratdagi ko'prik keng bo'ladi. Ya'ni jahannam ustidagi ko'prik aslida qilishdan ham o'tkir, soch tolasidan ham ingichkadir. Lekin shariatga amal qilgan insonlar uchun bu ko'prik kengayadi. Ammo kim bu dunyoda Allohning to'g'ri yo'lida yurmasa, balki o'ziga erkinlik berib, nafs havosiga ergashsa, pardalarni ochib, o'ng chap tomonlarga kirib ketsa, bu kimsa uchun oxiratdagi ko'prik qilishdan ham o'tkir, soch tolasidan ham ingichka bo'lib qoladi. Bunday ko'prikdan qanday qilib o'tadi? Ammo ko'prik keng qilib qo'yilsa-chi, albatta solih insonlar uchun ko'prik keng bo'ladi. Ularning solih amallari ko'p bo'lgani uchun qiyomatdagi nurlari ziyoda bo'ladi. Ular shubhasiz ko'prikdan salomat o'tib oladilar. Ko'z ochib yumguncha yoki chopqir otdek yoki yugurib o'tib ketadilar. Hadisda aytilyapti, yo'lning boshidagi chorlovchi Allohning kitobi Qur'ondir. Albatta Qur'on Allohning to'g'ri yo'liga boshlaydi. Alloh taolo aytadi: "Albatta, mana shu mening to'g'ri yo'limdir.
bas unga ergashinglar. Agar ular o'zlariga qilingan pand nasihatlarga amal qilganlarida edi, bu o'zlari uchun yaxshi va iymonlarni mustahkamlovchi bo'lar edi. Va shunda biz ularga o'z huzurimizdan ulug' mukofotlar bergan bo'lardik, hamda ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilardik. Demak, Allohning kitobiga amal qilishga chaqirilganda, kim ijobat qilsa, Alloh uni hidoyat qiladi va unga dunyoda ham, oxiratda ham behisob ajr savoblar ato etadi va solihlar qatorida qiladi. Hadisdagi qalb mavzusiga ham yetib keldik. Yo'lning tepasidagi jarchi esa har bir musulmonning qalbida Alloh tomonidan bo'lgan va'z nasihatchidir. Shayx ibn Jibrin rahimahulloh aytganlar: jamiyat hech qachon razilliklardan, fahsh buzuqliklardan, gunoh ma'siyatlardan salomat bo'lmaydi. Hatto insonlarning qalbida va'z nasihatchi hozir u nozir bo'lmasa, bu nasihat qiluvchi gunohlardan to'suvchi taqvodir. Shunday ekan, agar insonning o'yiga biror yomonlik kelsa va qalbidagi nasihat qiluvchi ogohlantirsa, natijada inson yomonlikdan qaytsa, bu inson salomat qalb egasidir. Agar inson qalbidagi ogohlantirishga qaramasdan yomonlikka kirishsa, bu inson kasal qalb egasidir. Agar qay bir insonning qalbida va'z nasihat umuman yo'q bo'lsa, bu tosh qotgan o'lik qalbdir. Bunday qalblarda hech qanday va'z nasihat bo'lmaydi va hech qanday va'z nasihat ham kirmaydi. Ibn Kasir rahimahulloh aytadilar: Bani Isroil Allohning vahiysidan uzoqlashganidan keyin ularning qalbi qattiqlashib, va'z nasihatdan mahrum bo'ldi. Ularning qalbi toshdek yoki undan ham qattiqroq qotib qolgandir. Endi uni muolaja qilish imkonsiz. Demak, ey birodarlarim, bizga ma'lum bo'ldi, mo'min kishining qalbida Alloh tomonidan bo'lgan bir va'z nasihatchi bor. Agar insonning nafs havosi yomonlikka chorlasa, qalbidagi nasihatchi ogohlantiradi. Endi ba'zi musulmonlar bor, ularning qalbidagi nasihatchi zaif bo'ladi. Ba'zi kimsalar esa ularning qalbida umuman nasihat qiluvchi bo'lmaydi. Ularning qalbi toshdek yoki undan ham qattiqlashib qolgandir. Alloh taolodan qalblarimizni toat ibodat uchun yumshoq qilishini so'raymiz. Mana shu hadis bilan qalbni isloh qilish mavzusidagi hadislarimiz tugadi. Alloh taolo bu suhbatlarimizni barchamiz uchun manfaatli qilsin va amallarimizni qabul qilsin. Barchamizga to'g'ri yo'lda sobit qadam bo'lishini Alloh nasib qilsin.